Ha, sotdim. Kelyapman ofisga. Xo'p, mayli. Yaxshi. Sumkangda nima bor? Qani bu yoqqa olchi. Ey, Tushunmadimmi? Alo. Uka, yaxshimisan? Jiyaningni eplab bo'lmayapti. Hech ham gapimizga kirmayapti. Menimcha o'g'rilarga yomonlarga qo'shilib ketdi-yu. Uka, o'zing yordam bergin. Eplolmayapmiz jon ukajon. Xavotir olmang opa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men o'zim u bilan shug'ullanaman. Ukajon. Kiring. assalomu alaykum. Mumkinmi? O'tir. Men kecha Hammasidan xabarim bor. O'zingga hech narsa qilmadimi? yo'q, hech narsa qilmadi. Chiroyli qilib bejab qo'yishibdi-yu. Yigitchilikda bo'lib turadi. Kayfiyat tushirma, ishingga boraver. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lim yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Xudoyorjon, men Manzuraxonman. Kecha firmangiz mahsulotini sotib olgandim. Tanidim. Yaxshimisiz? Nima xizmat? Xudoyorjon, uyimizga bir ro'yga kelib keta olasizmi? Mayli, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Voy, Xudoyorjon keldilarmi? Men chaqirgan edim. Assalomu alaykum, Manzur opa. Voy, keling. Yaxshimisiz? Keling bolam. Yaxshi kel. Voy, ko'zingizga nima qildi? Ko'zimgami? Shunaqa bo'lib qoldi, Manzur opa. Qaysi qo'ling singir urdi? Yomon ko'karibdi-ku bolajonim. Shunaqa yomon odamlar ham bor ekanda, xafa bo'lmang bolajonim. Xudoyorjon, bolam, sizni uyga chaqirishimdan maqsad mana bu sumkangiz biznikida qolib ketgan ekan. Men birovni haqidan qo'rqaman. Shunga xijolat bo'lib sizni chaqirtirgan edim, bola. Ha, sizlarnikida qolib ketgan ekanmi? Ha, Men bu sumkani qidirib yuruvdim. Siz yaxshi insonligingizni bilardim. voy. Endi menga ruxsat. Mayli. O'tiring, birga ovqatlanamiz, bola. Yo'q, rahmat, Manzur opa. Agar xizmat bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. Albatta kelaman. Sog' bo'ling. Mayli bolajonim. Xo'p, mayli. Kelib turing, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Qara o'g'lim, mana shu zo'r pilisosi shu yigitdan sotib oldim. Kiyinishini qara bu bolani, yurish-turishini qaragin. Muomalasini aytmaysanmi? A sen qachon shu bolaga o'xshagan bola bo'lasan-a? Ha, otang bechora bizni deb kun-tun ishlayaptilar. A sen bo'lsang qayoqdagi bezori bolalarga qo'shilib, ko'chama-ko'cha sandrolab yurasan. Oyi. Bo'ldi qiling. Har kun bir xil gap. Bir kun men ham bo'lib qolarman. Voy.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Oldingizga uzr so'ragani keldim. Meni kechiring. Bu voqea kechadan oldingi kuni ro'y bergandi. Men esa buni unutib bo'ldim. Orqasiga qarab yuradigan odam hech qachon oldinga qadam bosa olmaydi. Ishxonanglar zo'r ekan. Men ham ishlamoqchi bo'lsam, qabul qilasizlarmi? Bo'ladi. Keling. Bu yer resepsiyon xonamiz. Bu mijozlarni kutib olish xonasi. Bu trening xonamiz. Bunisi finans xonamiz. Buxgalteriya xonamiz. Bu yerda mijozlar bilan telefon orqali muloqot qilishadi. Bu servis xonamiz. Filtr chayilishi. Bu bizning skladimiz. Bu yerda esa ko'rib turganingizdek har xil mahsulotlarimiz bor. Bu yer esa bizning oshxonamiz. Hamma ishchilarimiz birgalikda mana shu yerda ovqatlanishadi. Bu dam oladigan xonamiz. Ey Allohim, o'zing o'g'limga insof ber. Iymonini butun, irodasini mustahkam qil. Ey Xudoyim, shu bebosh o'g'limni qalbiga o'zing ezgulik sol. Axir senga oson-ku. Amin. Allohu akbar. Rabaklin 3 ta qismdan iborat. Alo. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ha, buyurtmalaringiz tayyor. Tez orada jo'natamiz. Yes. Xatoyimni to'g'rilamoqchiman. Sumkangiz ichida bu ham bor edi. Meni kechiring. Sizga rahmat. Yaxshi kunlaringga ishlat. To'g'ri yo'lga qaytganingdan xursandman. Allo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu men. Qanday bo'ldi? Hammasi siz aytgandek bo'ldi. Xizmatingizga tayyorman. Rahmat sizga.